Salom do'stlar, sizlar bilan Shohakrat. Bugungi videomizda faqat biz giveaway chatini ishlatamiz. Albatta, giveaway bilan oson, endi dragonni o'ldirish ham juda ham oson bo'ladi. Giveawaydan hamma narsani olishimiz mumkin. Masalan, sehrlangan oltin olma yoki nezrent qilich yoki command block. Xullas, shu narsalarni olsak bo'ladi. Endi biz videoni boshlasak ham bo'ladi. Biz narsalarni olishimiz kerak. Buyon bolachasilikni o'ldirmaymiz. Bu yerda albatta daraxt bor ekan. Daraxt chopib o'tiramiz. Mayli narsalar topishimiz albatta tezroq. Axir bu yerga kiramiz, bu yerga buni yoqamiz. Bo'ldi, yana mana bu ikkalasini yoqib qo'yamiz. Tayyor. Endi giveaway ishlasak ham bo'ladi. Giveaway kuchukcha S bizga kerak bo'ladi. Albatta diamond. Yo'q. Mayli, boshqa yozishga to'g'ri keladi. Yes. Diamond ke 256 ta. Tayyor. Shunchasi bizga yetadi. Endi daraxt chopib olamiz. Verstaga kesash uchun balki ko'pgina daraxt chopamiz. Shu juda ham ko'p daraxt bo'ldi. Mana endi verstaga kesamiz. Verstaga qo'yamiz. Cho'pak kesamiz. Yana cho'pak. Qilich, bolta, kirka, lopatka, ketmon va aslahalar. Tayyor. Bizda olmoqchi narsalar bor. Endi bizga nezrang kerak. Giveaway kuchukchayız. Herite. Bizga mana bu narsa kerak birinchi. Pastkichiq. Upgrade. Pastkichiq. Smithing. Pastkichiq template. Endi bundan bizga 64 ta kerak. Tayyor. Endi nezrent olsak ham bo'ladi. Nezrent quymasdi. Giveaway kuchukcha net got 64 ta. Endi bizga temir ham kerak. Bizga 5 ta temir kerak xolos. Iron chiziq ingot. Bizga 5 dona. Bizga taxta kerak. Ana endi tayyor. Xo'sh. Bundan biz mana bunaqa narsa yasaymiz. Va endi mana bunaqa narsa yasaymiz. Endi buni bu yerga qo'yamiz-da
bu yerga buni joylashtiramiz. Bu yerga buni tayyor. Endi bizda nezrentli narsalar bor. Endi biz kiyimlarimizni ham nezrentdan qilib olsak bo'ladi. Do'stlar, endi bu narsalar qo'yamiz. Tayyor. Ishton qani? Ishton suyurma deyishadi-ku. Endi bizda nima narsalar bor? Bunga biz suv olishimiz kerak. Tayyor. Ana endi biz nezerga entga borsak ham bo'ladi. Endi givega yozamiz. Give kuchukcha es. Hozir end portal. End portal. Yana bosib yubordim men. Ha mayli. Give kuchukcha es. End pastki portal. Pastki frame hozir faqat qoldi endi. Fa yo'qmi? Ha mana. Frame 64. Qani biz spawn bo'lgan joy. Shu yerga qursak yaxshi. Biz bu yerga spawn bo'ldik. 2 3 ana 1 2 3 1 2 3 tayyor. Endi buni inventarga olib qo'yamiz. Ana bo'ldi. Do'stlar, ana tayyor. Bekches. Ender Dragon spawn egg. Nima? Hamayli e'tibor bermaymiz. Endi Ender altmış dörtte tayyor. Qani to'xtang, bizga bloklar ham kerak. Mayli 12 ta yetib qolsa kerak. Agar 12 ta yetmay qolsa, olmos blok ishlatamiz. Yaxshi omadimiz keldi. Kamon olishdan chiqibdi. Bizga yo'lash kerak. Xo'sh. Endi bu bloklar bizga kerak bo'lmay, kerak bo'ladi. Bizga yana narsa kerak bo'ladi. Ender barrel 16 256 ta. Yo'q, mayli 128 ta. 8 ta kerak bo'ladi. Yana o'roq, bolta, lopatka bizga kerak bo'lmaydi. Bularni bu yerga olib qo'yamiz. Endi bizga kamon.
Kamon qanday yozilardi? Hozir topamiz. Mayli, Ender Dragon'da kamonsiz yengishga harakat qilamiz. Kamonsiz qanday yengaman lekin? O'ta qiyin bo'lsa kerak. Ender Xo'sh, birinchi narsani otish kerak. Yo'q! Yarimta jon. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Mayli, nima bo'ldi bilmay qoldim-ku, lekin sakraymiz. Bu Ender Dragon yer emas. Kamon bilan ish bitmaydi. Yana bizga ovqatam kerak bo'ladi. Yaramas nega? Ana otdik. Ishqa bo'lsa tushdi. Yo'q. Yaramasdagi o'lib qolyapman. Kamonsiz ish bitmaydi, kamon. Bizga kamon juda ham kerak. Yoki totem. Yaramas. Sen shu paytda yetmay turuvding. Totem. Pastki chiziq off. Pastki chiziq undiy. Bizga totemdan 10 ta kerak. Biz endi ko'pgina blok olishimiz kerak tezroq. Yaramas. Birinchi eng kichik narsaga chiqishimiz kerak. Tezroq. Blok bilan himoyalaymiz. Yaxshi. Yo'q. Yaramas dragon. Jonimga teg. Yo. Yarimta jon. Totem ishlab ketadi hozir. Yo. Totem ishlab ketadi. Mana senga, mana. Yo'q, yaramas kamonsiz ish bitmaydi. Bizga kamon kerak.
Albatta, kamonsiz umuman ish bitmas ekan. Yarabas. O'zimni o'zim o'ltiryapman. Bo'ldi. Menga blok kerak. Endi biz blokni eng zo'rida olamiz. 256 ta barrier blok. Hozir ortiqcha narsalarni tashlab yuboramiz. Tez qo'sh kerak. Yo. Yarabas. Yo, yarabas. Xo'sh, mayli, yaxshi. Teparoqqa chiqamiz. Yarabas. Hatem ishlab ketdi. Seni shunday ham yo'q qo'yishim mumkin, ehtiyot bo'l. Yaramas. Endi men do'stlar, anakka ham qurib chiqishim kerak. Agar yana xato qiladigan bo'lsam tushib ketaman yoki o'laman, keyin olmaydi. Yo'q. Yarabas tupurdi. Yarabas. Tepaga qurib olmayapti. Yarabas. Endi tezroq do'stlar, tezroq harakat qilishimiz kerak. Tezroq. Yarabas. Yarabas, senga shu zarbalardan yeb qol. Yaxshi. Yo'q. Yaxshi, portlatishga ulgurdim. Endi boshqalarni portlatishim kerak. Qansni yaramas endi Dragon. Seni o'zingni shetda ham yo'q qilib yuboraman. Yo'q. Mana senga. Kamonim bo'lganda agar. Yeb qoqlichim zarbalarida. Yaramasga qarab bordim. Yaramasga zarba berib olmayapti.
Xo'p, yaxshi. Yaxshi, jon kam qoldi. Shunda ham o'ldirsak bo'laverardi. Hiyla kuchukcha tezroq yozish kerak. Mana senga va nihoyat yo'q qildik. Kristalsiz. Buni men ko'rishim kerak. Yarimda jon. Endi portalga sakrasam bo'ladi. Yaxshi do'stlar, video yoqqan bo'lsa obuna bo'linglar va like bosishni ham unutmanglar. Keyin qo'ng'iroqchani bosib, kommentlarni portlatib olinglar. Bo'lmasam videoni tugatsak ham bo'ladi. Do'stlar, albatta ko'rib turibsizlar. Men uchib turibman. Dezaman deyapman. Barrierga qo'ydim. Yana portalni ham barrier bilan urib qo'ydim. Do'stlar, kechirasizlar. Qo'shib qo'yilyapti. Majbur bo'lib qoldi. Shuning boshqa chinjiroq joy topolmadim video olish uchun. Shuning uchun shu yerda video olyapman. Kechirasizlar. Va men yana unda g'alaba qozondim. Hozir o'zimni o'ldiraman. Shuncha endi ziyam chiqdi. Agar shuncha endi ziyam chiqdi, men o'lsam sizlar obuna bo'lasizlar va videoga like bosib qo'yasizlar. 2 3 4 ana o'ldim. Endi obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Xayr.